Bismillah, assalomu alaykum. Bugun sizlarga juda ham ko'pchilik kutayotgan, ko'plab zaproslarga sabab bo'lgan inkubatorlarimiz haqida gapirib o'tiramiz. To'liq obzor qilib berishga harakat qilamiz. Bunaqasi hali bo'lmagan, xudo xolasa narxlarni ham oxirida chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Oxirigacha ko'ringlar. Videomizni boshida esa videoga like, kanalga podpiska tugmalarini bosib qo'yib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Yana nimalar haqida ma'lumot olishni xohlaysizlar. Ketdik bo'lmasa obzorni boshladik. Xo'p. Birinchi bo'lib sizlarga tanishtirishda boshlaydigan narsamiz mana bizda inkubatorlarimiz har xil hajmdagilari bor. Eng kichkinasi 36 talikdan tortib eng kattasi 380 talikgacha xillari kelgan. Endi bularni birma-bir sizlarga tanishtirib o'tadigan bo'lsak, 36 taligimizdan boshlasak, mana 36 taligimizda mana shunaqangi ko'rinishda bo'ladi. Pongning o'zi temperaturasini, namligini, tuxumni aylantirishlarini, hamma yo'g'ini o'zi boshqaradi. Kunlarini sanab boshqarib beradi. Endi bularning ichida komplektida bular alohida, bu karmishkalar alohida bo'ladi, lekin komplektida mana bunaqangi suv beradigan, jo'ja chiqqandan keyin suv beradigan idish va bunaqangi ovqat beradigan karmishka va tuxum rivojlanayotgan paytda tekshirib turadigan fonariklari komplekt o'zining ichida bo'ladi, qo'shilgan bo'ladi. Bunaqasi hali deyarli yo'q atrofda. Hop, endi bularning funksiyasiga keladigan bo'lsak, funksiyasi 220 tokda atiga soatiga 35 vatt tok sarf qiladi. Bu degani 100 soat ishlatsangiz 3,5 kilovat yoqadi. 3,5 kilovat hozirgi kunda 2000 ga to'g'ri kelyaptimi? 100 soat ishlatsangiz shunchaga to'g'ri keladi. Bu degani 4 kunda 3000 so'mlikmi? 2000 so'mlik tok yoqadi degani. 4 kunda. Xo'p, endi ichini ochganimizda bizga mana shunaqangi tokka ulaydigan simi va svet o'chib qolgan paytda akkumulyatorga ulaydigan peremichka simi keladi. Chiqib keladi. Bu yerga shunday suqib turib, svet o'chib qolgan paytda akkumulyatorga ulasangiz 12 voltga ham ishlayveradi. Любой bitta mashinangizdan chiqqan eski akkumulyatorizni ham ulab qo'ysangiz bo'laveradi va qo'shimcha mana shunaqangi suv namlik beruvchi ustanovkalari, shlankalari bilan chiqadi. Mana shu holatda shunday ulab turib, ustiga o'sha bakilashgani ag'darib qo'ysangiz, namlikni berib turaveradi. Va mana bunaqangi flakoncha chiqadi. Namlikni qo'shimcha xohlasangiz buni ulamasdan mashin bilan sepib namlik bersangiz ham bo'laveradi. Shunaqa tarzda ishlatsangiz bo'ladi. Bu har 2 soatda o'zi tuxumlarni aylantirib turadi. Yana ham qulaylik tomoni, har safar tuxumni ochib ko'rmoqchi bo'lsangiz, buni qopqog'ini ochish shart emas. Mana bu yerdan shunday tortmasini tortsangiz chiqib kelaveradi. Ichida narsalar borligi uchun tiqilyapti. Chunki tortib, tuxumlarni tekshirib, masalan uchun fanada shunday yoqib turib, tars-tars tuxum tekshirib turib, rivojlanish qanaqa ketyapti ko'rib turib, yana obratni yopib qo'ysangiz, ishlab ketaveradi. Funksiyalar bunda xuddi o'sha oldingi videolarimizda ham ko'rgan bo'lishlaringiz kerak. Ko'rmaganlar uchun yana bir qator hozir ishlatib, yoqib, tekshirib ko'rsatib beramiz. Ruchnoy rejim, tovuq rejim, o'rdak, g'oz, fazan, bedana qushlar uchun o'zini rejimlari bor, tayyor sozlangan. Uni birma-bir hozir yoqib ko'rsatib beramiz. Hop, mana. Xo'sh. Qaysini mana shu kattasida yoqib ko'rsatib beraylik. Mana inkubatorimiz yondi, ishga tushdi. Mana hozir tabloda ruchnoy rejim ishlab turibdi. Mana Android rasm yonib turgani bu ruchnoy rejim, o'zingiz qo'lda sozlaydigan rejimingiz. Bu ruchnoy rejimimizda hozirgi nastroykasi, tekushi nastroyka 3708 issiqlik qo'yilgan, 60 namlik qo'yilgan. Endi bu yerda esa 32 issiqlik, 44 namlik ko'rsatyapti. Hozir ishlab turish jarayonida sekinlik bilan temperatura ko'tarilib, o'sha 3708, 38 gacha ko'tarilaveradi. Issiqlik danli momentda tushishni boshlaydi. Chunki hozir ichida suv yo'q, suv quysangiz namlik ko'tarilishni boshlaydi. Endi buni ishlatish tartibi, mana misol uchun hozir rejimni o'zgartirmoqchisiz, tovuq, o'rdak, g'ozga o'zgartirmoqchisiz. Mana mod, ya'ni rejim. O'sha bosib tursangiz, mana tovuqqa o'tadi. Bosib tursangiz o'rdak, g'oz, bedana, fazan qushlar yana Androidga qaytib kelaveradi. Biz hozir tovuqqa o'tkazib qo'yamiz. Mana tovuqqa o'tkazganimizda 38 ga o'zgardi. Ya'ni tovuqning nastroykasi 38 da bo'lar ekan. Xo'p, endi bu kun sayin kunini sanagani sari, hozir 1-kunda turibdi. Deylik, bir 15-chi o'sha oxirgi kunlarda temperaturalar pasayib, namlik ko'tarilib, shunaqa o'zgartirish kerak bo'ladi tovuqnikini. Bu avtomatik o'sha kunlarga borganda o'zi o'zgaradi. Kunini sanab borsa, o'zgaradi. Endi ba'zi bir holatlarda zamityangi bo'lib, svet o'chib yonib, shunaqa holatlarda kun sanashi o'zgarib ketib qoladi, tashlab yuboradi, 00 bo'lib ketib qoladi. Shunda mana setni bosib tursangiz, rejimlar chiqadi, o'sha nastroykalar chiqadi. F5 kunni belgilaydi.
kunni sanaydi. Mana deylik, hozir biz 18-kunga qo'ydik. Mana 18-kunga qo'ydik, avtomatik 37.8 dan 37.6 ga tushdi. Namlik 60, mana 18-kunda turibdi. Endi mana bosib turibmiz. F1 da tuxumni aylantirish minuti 120 minut shu nastroyka qilinyapti. Hop. F3 da temperatura nastroyka bo'lyapti ekan, F4 da namlik, F5 da kun. Hozir 19 kun qilib ko'ryapmiz. Yana o'zgarsa kerak hozir. Mana 19-kunda 37.2 ga o'zgaryapti. Xullas, namligimiz ham 70 ga ko'tariladi. Xullas, shu tarzda boshqarsangiz bo'ladi, bemalol. Balat pas qilib o'sha nastroykasidan chiqib ketib qoladigan holat bo'lsa yo boshqa bo'lsa, endi biz hozir buni birinchi kunga qaytarib qo'ymasak, olgan odamga noto'g'ri 19 kunlik bo'lib borib qolmasin. Xo'p, xullas shu tarzda ishlatasiz. Bemalol rejimlarda ham yo'q o'rgatib qo'ydik. Endi sotib olganingizdan keyin yana biz to'liqroq tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bularning ishlash tartibi hammasi bir xilda, xuddi shu ko'rsatib o'tganimizdek nastroyka bilan o'zgartirib, xuddi shunaqa tartibda ishlatsangiz bo'ladi. Nima desa bo'ladi? Bunisi boshqacharoq ishlatiladi, bunisi boshqacharoq emas. Hammasi bir xilda tartibda ishlaydi, miyalari bir xil, boshqaruvlari bir xil. Faqatgina sig'imlari har xil va bu lyuks modellarimiz, bular esa polyuks modellarimiz. Bularning bir-biridan farqlari Polyluxlarda oldida tortmasi bo'lmaydi. Lyuks modellarda hammasida shunaqangi tortmasi bo'ladi. Bunda ko'rsatib o'tganimizdek tuxum tortib, ko'rib tekshirsa bo'ladigan. Va bularga nisbatan bularning korpusi ancha mustahkam, qalinroq bo'ladi va mana bu yon korpuslari esa splashnoy bo'ladi. Bu sariq lyukslarda. Bularda esa har bitta burchaklarida o'sha chok bilan qovushtirilgan bo'ladi. Shuni hisobiga nisbatan bularga nisbatan bular sal nozikroq hisoblanadi. Va qiziqtirganlar uchun hammasini zapchaslari ham bor. Biz bularni keyin yana video oxirida tanishtirib o'tamiz. Endi sizlar uchun video cho'zib yetalamaylikda sig'imlari va eng shirali joyi narxlarni aytib o'tamiz birma-bir. 36 taligimiz polniy komplektatsiyasi bilan mana shu narsalari bilan 36 taligimizni hozirgi kunda $90 qilib beramiz. 64 taligimizni $100, 128 taligimiz $125, 196 taligimiz $150, 192 taligimiz. Hop, 256 taligimiz $175, 320 taligimiz $220, 380 taligimiz esa $360 bo'lib chiqyapti. $260 bo'lib chiqyapti. Oxlab ketib qolyapman. Hop. Endi lyuks modellarimizning narxiga keladigan bo'lsak, lyuks modellarimiz ham ishlash tartibi xuddi shu bilan bir xilda, faqat shu kачествосiga, qulayliklariga qarab nisbatan juda qimmatroq chiqadi. 64 taligimiz $115 chiqadi. 128 taligimiz $140 chiqadi. 192 taligimiz $165 chiqadi va 256 taligimiz esa $200 chiqadi. Endi 320 taliklari 240, 380 taliklari $300 bo'lib chiqadi. Kimga kerak bo'lsa, ekranlaringda chiqayotgan telefon raqamlariga murojaat qiladigan bo'lsalaring, O'zbekistonning barcha hududlariga yetkazib berish xizmati bizda mavjud. Yana eslatib o'tamiz, kanalimizga like, podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmanglar. Endi qo'shimchasiga bizda xohlovchilar uchun 30 sm, 50 sm karmyoshkalar bor. Buni hop, mana iyun oyining o'sha oxiriga kelib qolibmiz. Polniy mana iyul oyiga bonus qilib sotib olgan odamlar uchun, inkubator sotib olgan odamlar uchun bittadan qo'shib beramiz. Mana misol uchun 36 talikdan 128 talikgacha bo'lgan modelni sotib olgan odamlarga 30 sm-ligidan, undan katta modellarni sotib olgan odamlarga 50 sm-ligidan tekinga qo'shib beramiz bonus sifatida. Va qo'shimchasiga bizda xohlovchilar uchun mana bunaqangi karmishkalari bor alohida sotuvda. Bular juda ham arzon chiqadi, shu 12 ming, 15 ming shun atrofida chiqadi. Bemalol telefon qilib murojaat qilsalar ham bo'ladi. Va kimlardirki, misol inkubatori bor, foydalanib yurishibdi, buzilgan yo biron narsa bo'lgan, xullas zapchasi oqtaryapti. Zapchasilari ham bor mana. Polniy kontrolleri, o'sha miyalari to'liq ishlatib beradigan sxemalari hammasi bor.
to'liq kontrollerlari va qo'shimchasiga vlogomerlar alohida sotib olaman deganlar uchun. Bu vlogomerimiz juda umumniy hisoblanadi mana. Temperaturani, namlikni va soatni ko'rsatib turadi. Chiroyli, o'zi ham juda akkuratni, chiroyli ishlangan va mana bunaqangi kichkinasi ham bor. Temperaturani va namlikni ko'rsatib turadi. Shuni ichiga solib qo'yib, buni o'zini ekranini tashqariga qo'yib qo'ysangiz ham, datchigini ichkariga tashlab qo'ysangiz bo'laveradi. Bemalol ishlatsangiz aniq точный qilib ko'rsatib beradi. Va shu inkubatorlarimiz uchun, mana shu inkubatorlar uchun motorlarni ham xilini olib kelib qo'yilgan. Xuddi shuningdek qo'shimcha kulerlar kimgaki kerak bo'ladigan bo'lsa, chunki bu inkubatorlarda vaqt sayin ishlayotgan sari endi tozalab tursangiz-ku umr uzoq bo'ladi. Agar tozalamay tursangiz, mana bu kuler changga to'lib aylanmay qoladi. Ishlamay qoladi. Qotib ketadi. Shunda shunaqa kulerni yangilashingizga to'g'ri keladi. Kulerlari, namlik datchiklari, tenlari, hamma yo'llarini imkon qadar zapchastlarini ham olib kelib qo'yganmiz. Xo'p. Kimgaki shu mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, jo'jalarga payilkalar ham bor. O'sha suv beradigan, karmishga ovqat beradigan shunaqa narsalar ham bor. Jo'jalaringizni chiqarganingizdan keyin boqish uchun. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranlaringdagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. Bizda O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati bemalol mavjud. Qo'shni davlatlargacha ham kelishilgan holatda dostavka qilib beraveramiz. Endi jo'ja parrandani chiqardik. Dalshi nima bo'ladi deganlarga, xohlovchilar uchun hamma turdagi drobilkalar, hamma turdagi granulyatorlar ham yem chiqarish uchun parrandachilik, baliq, qo'y, mol, quyonchilik hamma sohada granulyator va drobilkalarimiz, undan tashqari boshqa uskunalarimiz ham bizda mavjud. Bemalol murojaat qilsalaring bo'ladi. Sizlar uchun 24/7 xizmatdamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar, doim sog' salomat bo'linglar. Biz esa sizlar uchun doim yaxshisini ulashamiz.